Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Biz nima shu Abror Muxtor Alini 4 kun oldin qo'ygan videosiga javobanda shunga murojaatim, chunki shu insonni telefon nomerini bilmayman. O'ziga aloqaga chiqa olmayman. Shuning uchun meni mabodo shu YouTube'da ko'rib qolsa, telefon nomerlarimni aytib qo'ydim oldingi qo'yganlarimda. Shu menga aloqaga chiqsa, shu inson bilan bir ikkita savollarimga javob olsam, shu fikr almashsam degan o'yim bor. Gulira'no Qosimova sudida o'zicha tasodifan Andijonda ko'rilayotgan sudda qatnashib qolibdi. Bir ikkita xato gaplar. Shu domlani menimcha ozgina o'zi asli domla ham emas, domla bunaqa ish qilmaydi-yu. Ozgina kantaga chaqmaydi shekilli. Ilgari buni Moskvishlarda, Jigullarda bu bo'ladi-yu, rano pozdno deydi-yu, unaqa. Shunaqacha yetmaydi shekilli, kam shekilli, kantak chaqmaydi shekilli shu insonga. Meni eshitayotgan bo'lsangiz, birinchi ochilibdi xalq dardi deb kulgansiz, insonni ustidan kulmang. Insonni ustidan kulish sizga emas, sizdan zo'rlariga emas. Chunki u Allohning bir musulmon bandasi. Xatosi bordir, yo'qdir, sizga emas kulish. Esingizdan chiqarmang. Keyin siz organlari, ichki ishlar organini, sudlari yonini olib gapirgansiz. Sizni boshingizga bitta ish tushsa, tushmasin iloyim. Yaxshi odam bo'lsangiz ham, yomon odam bo'lsangiz ham. Shu mahkamaga borganingizda bular qilayotgan xarakterlarini ko'rganingizda, keyin bularga fikringiz boshqacha bo'lardi. Sudlarga qarab, misol sud zalida siz o'zingiz qora kursida tursangiz yo bir yaqiningiz tursa, bularni ko'rayotgan ishini ko'rsangiz, aniq-aniq fikringiz boshqacha bo'ladi. Lekin pichoq oldin o'zing ur, keyin og'rimasa birov ur deydi-yu. Oldin siz o'tirib ko'ring o'sha joyda. Keyin ularga fikringiz qanaqaligini ana undan keyin bilamiz. Militsiyalarniki hamma yoqqa yasni. Mahkamaga kirgan odamni xo'rlashi, tepkilashi, inson o'rnida ko'rmasligi, bu yashirin gap emas, u haligi sir saqlaydigan gap emas-da. Ikkinchidan, sudga kirsangiz, sudyalarga ham, sudya o'zi asli tashkilotda direktor bo'ladi-yu, liboy tashkilotda. Misol uchun eng past tabaqada misol ishlaydigan, past o'rinda ishlaydigan, misol tozalovchi, ubорщица deydi-yu, yoki qorovul bo'ladi. Men shunaqa o'rnida ko'raman shu sudyalarni. Nimagaki, tergov deyilib chiqib kelgandan keyin bu 3 oy davomida yo shunaqa muddati bor, 3 oy davomida ko'rib chiqib, keyin hukm qilish kerak. Sud majlisining bayonnomasi bo'ladi, protokol deyiladi ilgari. Sud majlisining tergovida o'zining sudda muhokamasi bo'ladi. Qaysi sudyani ko'rgansan, Abror Muxtor Ali tergovchini delasini shunday yopib qo'yib, jabrlanuvchi sudlanuvchini o'zidan chiqqan gaplardan xulosa chiqarib, hukm chiqargan sudyani ko'rganmisan? O'sha tergovchi qaysidir tashkilotning direktori bo'lsa, mana tozalab qo'yib, mana yo'qot deb qo'ygan bo'lsa, sud o'shani qilishga majbur. Hech qachon o'zini o'sha suddagi majlis bo'yicha eshitilgan gaplardan, eshitilgan xulosalardan kelib chiqib hukm chiqarmaydi. O'sha tergovchi qanday qoralagan bo'lsa, o'sha qoralovni qo'yib qo'yib, shunday qilib hukm o'qib beradi. Boshqa hech narsa emas u. O'zini shaxsiy fikri yo'q. Keyin shaxsiy fikri bor, sudlarda shunday deydigan bo'lsa, qara, agar shaxsiy fikri bo'lsa sudyani. Mana men misol Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidanman.
men To'raqo'rg'on tumanida sudlansam, endi bu sudni hukmidan norozi bo'lib, apellyatsiya instansiya sudiga shikoyat qilsam, qara, senga men kichkina qilib tushuntirib beraman-da. Namangan viloyat apellyatsiya instansiya sudiga men oldingi birinchi instansiya sudidan shikoyat qilib, hukmidan norozi bo'lib shikoyat qilib chiqsam, tartib qarab turdi. Cheris o'sha To'raqo'rg'on tuman sudi orqali chiqib boradi meni murojaatim, noroziligim. Endi qara, seni o'g'ling bilan bir yaqining bilan men tortishib qoldim. Sen qachon meni haq deb bilasan? Seni o'zingni yaqiningni haq deysan-da, yo o'g'lingni haq deysan, nohaq bo'lsa ham. Hamma qarada To'raqo'rg'on tuman sudiga boradi meni shikoyatim. Undan keyin Namangan apellyatsiya sudiga boradi. Nima uchun? Riskisi yo'qdi. Srazi shikoyat tushdimi, o'rnida ko'rib chiqib, o instansiya sudini ishtirokchisiz, birinchi instansiya sudini ishtirokchisiz buni apellyatsiya sudi ko'rib chiqilib, o'zi xulosa qilmaydi. Tushunyapsan? Bu bir-birini hukmini qanaqa qilib haligi noto'g'ri bunday deb chiqadi. Bir narsani tushuntirish juda qiyin bo'ladi-da bu sudlarda. Sud o'z отдельно o'zi bir tashkilot bo'lib, o'zi alohida fikr qilib, xolisona ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Sudda sudlanuvchi o'ziga misol uchun aybi yo'qligini boshqa qilishini dalillari, isbotlari qancha ko'p qo'ygan sari sudni shuncha asabi buziladi, shuncha nohaq ko'proq surug' beradi unga. Tushunyapsanmi? Sud majlisida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 417-moddasi nimaligini tushunasanmi sen? Tushunmasang, o'sha moddani oldin o'qib ol. Shu Gulirona Qosimovani holati bo'yicha ham 417-modda qo'llanilganda, dela qaytgan orqaga. Hech qaysi bir delani ko'rasan, misol uchun men shu aytgan bo'yimcha tergovchini yomonlagani, qoralaganlarini shunday bir chekka qo'yib qo'yib, sud отдельно tergov qilib, sud tergovsidagi bo'lgan voqealarni отдельно yozib, sud majlisining bayonnomasiga, o'sha protokolga yozib, o'shanga asosan hukm chiqmaydi. Sen hech bir haligi qora kursida o'tirmagan, yaqinlaring ham o'tirmasin, o'tirsa anaqadan tushunasan. Endi Gulirona Qosimovaga o'ziga kelsak, u menga oldin ham aytganman, hech kim emas. Uni ishi bo'yicha meni umuman qiziqishim ham yo'q. Faqat seni ko'p marotaba chiqib noto'g'ri so'zlaringdan men kelib chiqib senga murojaat qilyapman. Bu xalqqa o'zimni ko'rsatish uchun, tanitish uchun yo layk uchun, bir narsalar uchun emas, senga murojaatim. Qara, har bir videoyimda senga telefon nomerimni aytib ketyapman. 97 593 77 75. Faqat Telegram ishlaydi. Men boshqa davlatdaman, prямой chiqa olmaysan. Menga aloqaga chiqsang, bir 2-3 ta savollarim bor. Shu savollarga sen haqiqatan javob bersang, men seni haqiqiy insonligingni tan olaman. Lekin sen o'zingdan o'zing chiqib, layk uchun, bir narsalar uchun, elga bir yaxshi ko'rinish uchun yo organ sohasida ishlaydiganlarga yaxshi ko'rinish uchun qilayotgan ishlaring noto'g'ri. Spravlis yo'q. Shuni tushunib ol. Organda ham, sudda ham. Haqiqat, adolat bizni yurtboshimiz, prezidentimiz talab qilayotgan holat yo'q. Juda endi yo'q deb qilsam bo'lmaydi. Misol 1%dir, 2%dir. 98-99% umuman adolat yo'q. Xalq norozi. Sen endi bitta o'zing chiqib olib, ular balkim sen ular tomonidan, o'sha organ tomonidan qanaqadir manfaat ko'rgandursan. Spravlisni aytmasdan ular yonini olasan. Endi Gulirona Qosimovaga kelsak, oldingizda ham aytdim, u ayol
shu soliqchi bilanmi, boshqasi bilanmi birga bo'ladimi, bo'lmaydimi, uni o'zini отдельно boshi bor. Tushundingmi? Bu dunyoda Allohning oldida javob berish uchun отдельно boshi bor. Keyin har kimni qilgan qilig'i uchun o'zini oyog'idan osiladi. O'zi javob beradi, o'zi jazosini oladi. Sen hech kimmasan uni razbor qilishga yoki bo'lmasa uni muhokama qilishga. Xohlasa birga bo'lgandir, xohlasa tuhmat, balkim tuhmat bo'lgandir. U bizga qorong'u, uni muhokama qila olmaymiz biz. Muhokama qiluvchi Alloh bor. Sen uni chiqib olib, yo Gulirona Qosimovani tarafdori bo'lib uni yonini olasanmi, yo organlar yonini olasan. Sen hech kimni yonini ola olmaysan. Seni gaping bu yerda sudni hukmini ham o'zgartira olmaydi. Nima deydi? Xalqni fikrini ham o'zgartira olmaydi. Sen prosta tak chiqib o'zingni kimligingni, haligi nima deydi? Qanaqa bachkana odamligingni xalqqa ko'rsatyapsan. Shu xolos. Menga aloqaga chiq, men senga ikki dona savolim bor. Shu ikki dona savolim bilan seni haqiqiy insonmisan yo bir lo'ttivozmisan? Shuni bilmoqchiman. Pramo o'zim chiqolmaganligim uchun, sen telefon nomeringni bilmaganligim uchun, o'zim boshqa davlatda musofirchilikda ishlab yurganligim uchun buni nimani qilyapman, videoni qilib tashlayapman. Если sen ko'rib qolsang, menga aloqaga chiq.